Erkak kishi o'zi lo'q bo'lishi kerak. O'zi nimaga lo'q, o'zi xohlaydi lo'q bo'lsa, xotin agar shunaqa zo'r bo'lsa, zo'r pastelda ayol o'sha men aytaman prostitutkadan zo'r bo'lishi kerak. Deydi, yo'q, o'sha yoqadigan narsasini bilib olish kerak. Mana fetish degan narsa bor baribir. O'g'illarda fetish bo'ladi. Bitta predmetlarga, o'sha ayollarning kiyimiga fetishizm degan narsa. O'sha fetishni ol, o'sha narsani kiy. Mужчина любит что-то вот такое o'ziga интересный zo'r narsani mana shunaqa yaxshi svetda, zo'r ko'rinishda keltirib berishini xohlaydi. Shu ayol kishi bilsa, mana shu intim svetlar deymiz-ku, har xil ranglar bilan, boshqalar bilan o'ynaydi. Qarang. Erkak kishi poligon bo'lgani uchun bir kun qizil rang bo'lsa, miyasi xuddi qizil xotin bilan bo'ldi. Ertasiga sariq bo'lsa, sariq xotin bilan bo'ldi. Undan keyin ko'k bo'lsa, ko'k bilan bo'ldim deb qabul qiladi.